14-fevral sevishganlar kuni va bu kun syurprizlarsiz o'tmaydi. Men esa Furayaga nima syurpriz qilganimni bilish uchun videoda oxirigacha ko'ring. Iltimos, kommentariyamda pastelingiz bo'lmabdi, boshqasiga alishtiring deb yozib o'tirmanglar. To'g'risini aytsam, men perfeksionistman, shu sababli syurpriz qilsam eng zo'rini qilishim kerak. O'ylashim bo'yicha erkak kishi uchun qora rangdan boshqa idealniroq rang yo'q, shu sababli qora rangda kiyinishga qaror qildim. Va uydan chiqqanimdan keyin men uchun eng yoqimli ishlardan biri bu xotinimni ko'rish. Ha do'stlar, xotinimni ko'rish. Bilmaganlar uchun meni xotinim bor va ismi Cherry Arizo 8 gibrid. Ya'ni kimni xotinining ismi shunaqa kommentariyaga yozib ketinglar. Mashinamni eng yoqtirgan tomoni bu start stop knopkasi yo'q, ya'ni mashinaga kaliti bilan o'tirasiz, tormoz dedasiz va minib ketaverasiz. Va syurprizimni berish uchun Furaya bilan ko'rishgani ketdim. Furaya bilan ko'rishdim. Qarang, men hozir bugun sizni 14-fevral hamma sevishganlar kuni bilan tabriklamoqchiman. Bitta guldan bermaydi. Voy. Juvashga ham bermaydi. Shoshmay tursangiz, men sizga syurpriz qilgani. Baqirmay gapiring, shoshmay. Bo'ldi, xo'p. Qarang, shoshmay tursangiz, men sizga syurpriz qilgani, sizni chaqirdim va buyoqqa olib keldim. Faqat syurprizni berishimdan oldin ko'zingizga lentani baylashimiz kerak. Nimaga? Syurprizu va Furayaning ko'zini yopishga bir amallar ko'ndirdim. Va nihoyat syurpriz o'zi nima deb bergan savolingizga javob videoda shunchaki mazza qilib ko'ringlar. Le Zo'rfa. Qatga olib keldingiz. Xo'p, Furaya, men sizga 14-fevralga, ya'ni sevishganlar kuniga Qadrdonlar qurilish kompaniyasidan sizga uy sovg'a qilmoqchiman. Hazillashmang. Men shu paytgacha biror marta hazillashdimmi? Qarang, men siz uchun 14-fevralga uy oldim. Hozir opamiz bizga uyda prezentatsiyasini ko'rsatadi. Va'da ko'rsatib tushuntirib beraman. Bemalol marhamat qilishlaring mumkin. O'ylashim bo'yicha farg'onaliklarning barchasini bir marta bo'lsa ham ushbu domga ko'zi tushgan. 24/7 kamera qorovul nazoratida zakrytый двор bo'ladi. Mashinalardan xoli hudud, o'zini podinnoy parkovkalari bilan xudo xolisa, elektromobillarga zaryadlaydigan stansiyalar bo'ladi, fitness zonalari bo'ladi. Undan tashqari alohida yashovchilar uchun sport zallari bo'ladi. Yashaganlarga bepul. Va Furayaga 14-fevralga, ya'ni sevishganlar kuniga tayyorlagan syurprizimni to'liq topshirish uchun qo'l qo'yish jarayoni boshlandi. Qutlug' bo'lsin. Bu sizning kompaniyamiz nomidan podarka. Rahmat katta. Furaya, turing, uxlab qo'yganingizni qarang. Qopni men uyg'otdingiz, zo'r tush ko'rayotgandim men. Qanaqa tush ko'rdingiz? Tushimda menga uy olib beribsiz. Menmi? Da. Yoqdimi? Ashe zo'r, shunaqa yoqdi. Qanaqa uy ekan o'zi, yoqdimi? Ashe yoqdi. Olib bering, uy, prosta. Uy ko'plik qilmaydimi? Ko'plik qiladimi? Bo'pti, xo'p, qarang. Mana shu videongiz 50 mingta like yig'ilsa, men sizga bitta uy olib beraman. Gap. Qadrdonlardan 2 xonali uy. Bo'ldi, gap. Erkakcha gap. 50 mingta like, men sizga bitta uy olib beraman.